Navbahor uchun qora an'ana tugadi. Ya'ni 95-yil oxirgi marta Paxtakorni safardagi o'yinda, endi Paxtakor doim Paxtakor stadionida o'ynamagan, orada Jar, MXSKda o'ynagan. Masalan, Paxtakor Navbahor sifatida Navbahor oxirgi marta 95-yil o'tgan ekan. Unga ham 31 yil bo'lib qopti. 5 yoshda ekanman o'sha payt. Siz necha yoshda bo'lgansiz? 15 yosh. 15 yoshda bo'lgan ekansiz. Hozir ko'pchilik yozadi, men aytdi edim, men bu yerda. Tug'ilmaganlar ko'p ekan. Kanalimga qo'ydim. Men adam bilan birga yurdim deb fikr bildirganlar ko'p bo'lyapti. Ya'ni Navzulon kanalida ko'proq yoshlar ekan, shundan bilsa bo'ladi. Ya'ni bitta narsani e'tiborga olish kerak. Navbahor ham Paxtakor ham Superligani, O'zbekiston chempionatini tark etmagan ikkita klubdan bitta, ya'ni ikkalasi tark etmagan faqat. Neftchi ham hattoki Andijon ham Pro Ligaga tushgan. O'tgan yil o'sha Metallurgmida uchinchisi? Yo'q, Metallurg ham yarimidan qo'shilgan. Ya'ni 92-yildan 2026-yilgacha boshidan to oxirigacha faqat ikkita klub, Navbahor va Paxtakor. Shu bois bitta narsani taklif qiladim. Men taklif qilish emas, mantiqan to'g'ri El Clasico deyiladi-yu, ya'ni ligani tark etmagan klublar o'rtasidagi o'yin El Clasico o'zi aslida. Shuning uchun menimcha Neftchi bilan Paxtakor endi El Clasico emas, ya'ni mumtoz o'yin emas. Eski Clasico. Shu bois bekorga faqat Barsa Real emas, o'zi Atletikmi, qaysidir klublar ham tushib ketmagan, shu Clasico deb shunga aytishardi. Mayli, o'tlab ketdik-ku. Navbahor haqiqatan ko'pchilik kutmaganda, Navbahor muxlislaridan tashqari. Chunki Paxtakor safida qishda juda ham yaxshi transferlar bo'ldi. Terma jamoa a'zolari olindi. Paxtakor chempionlikka da'vogar sifatida ko'rilayotganida, Navbahor baribir yangi murabbiy, yangi futbolchilar va jamoa qurilayotganida, tushunishim bo'yicha Navbahor oldiga aniq chempionlik vazifasi qo'yilmagan. Sovrindor bo'lish yoki medallar olish qo'yilgandir. Lekin aniq chempion Paxtakor oldida aniq chempionlik bor. Neftchi singan. Qaysidir ma'noda bosim yuklaydi bu. Albatta yuklaydi va tarkib jihatdan bunga loyiq. Tarkibga qarasangiz ham, transfer marketga qarasangiz ham Paxtakor hattoki Neftchidan ham qimmatroq tarkibga ega, ya'ni Mazgavoy qo'shib oldi, Nasrullayev, Bozorov, hazilakam futbolchilar emas bular. Navbahorda bo'lsa yaxshi futbolchilar olindi, yomonlar olinmadi. Yaxshi futbolchilar olindi, lekin hammasi ham terma jamoa darajasida emas. Masalan, Diyor Xolmatov Paxtakorda doim ham asosiyda o'ynamagan. Quvondiq Ro'ziyev Neftchida doim ham asosiyda o'ynamagan. Ya'ni Temur Kapadze o'z falsafasiga tushadigan futbolchilarni oldi. O'zi o'ynatadigan, masalan, Ruslanbek Jiyanov qoldi jamoada o'z falsafasiga tushadi. Marat Hamzoda qaytdi. Paxtakordan ketdi. Oldi, Navbahorga o'tdi, masalan, yoshlar legionerlar olindi himoyaga, masalan, Vani Ilich, Zabihullo qoldi va Katini oldi. Endi hujum sifatida. Bugun gol urdi Kati. Bugun gol urdi, adashmasam debyut gol, agar adashmasam. Birinchi gol bu. Birinchi goli bu yil Superligada va nima desa bo'ladi. Ko'pchilik birinchi turda shaxsan o'zim ham Dinamo favorit degandim, Navbahor o'tib ketdi. Ikkinchi o'yinda Buxoro bilan o'yindi. Navbahor favorit degandim, Buxoro o'tib ketdi. Bugun ochiqini aytaman, tush paytida efir bo'ldi, agar xabaringiz bo'lmasa 90 minutga chiqdim. U yoqqa bu yoqqa o'zi anaqa bo'lib qoldim. Boshim aylanib ketyapti o'zi. 1-1 degan ekanman o'sha payt, chunki ataylab yozib olyapman, adashib ketmaslik uchun. 1-1 degan taxmin bergandim. Endi Paxtakor o'z maydonida o'ynaydi, lekin Temur Kapadze uchun ogohlik qo'ng'iroq bo'ldi. Buxoro bilan o'yindan keyin yutqizib qo'ygan. Hozir Paxtakorga ham yutqizadigan bo'lsa, ketma-ket ikkita mag'lubiyat, hatto kursini qimmatib qo'yish mumkin degan fikrlarni bildirdim. Bu rahbariyat tomonidan endi haydab yuborish emas. Yana bitta xato qilinadigan bo'lsa, qiyin bo'lib qolardi. Shu bois jang qiladi va Kapadze kamida durang qiladi deb o'yladim-da. Hozir u undan ham yaxshi natija qilib berdi. O'yin bo'yicha ko'rdik. Paxtakor nechinchidir daqiqagacha 70mi, nechinchidir daqiqagacha darvozaga Yusupov darvozasiga aniq zarba bera olmadi. Bu agar maydon bilan bog'laydigan bo'lsa, aynan shu maydonda Navbahor ham o'ynadi. O'sha qora kuralgan va nechidir soatga o'zi 20:00 da boshlanadigan bo'lsa, 21:00 ga yaqin boshlandi. Ya'ni 1 soat kech boshlandi o'yin. Endi bu force major ikkala klubga ham ta'sir qiladi, chunki deylik Navbahor o'sha paytda maydonga tushib ko'pda o'ynab turmadi-yu. Ya'ni ikkala jamoa bir xil vaziyatga tushib qoldi. Yaxshiki bugun o'tkazildi o'yin. Ya'ni taqvim paytda o'yinning bugun o'tib ketgani ham yaxshi bo'ldi.
Bu yerda ko'pchilik masalan bitta narsani aytib ketaman. Maydon nimaga qordan ko'rolmadi, nega kech qilindi deyishi ham mumkin. Shaxsan o'zim borganim yo'q stadionga bilmayman, lekin tushunishim bo'yicha juda ham kutilmaganda ko'p yog'vordi-da. Tushunishim, meni fikrimcha ko'pchilik yopsa bo'lmasmidi ustini dedi. Agar kecha bo'lganda menimcha yopilardi. Lekin o'yin kuni bo'lgani uchun ozgina vaqt qolayotgandi. Mana shu yerdan efir tugaganda, o'sha birinchi efir tugaganda taxminan 3 edi soat va soat 4 da ham unaqa yog'mayotdi. Keyin tezlashdi. 4 bilan 5 orasida, ya'ni o'yinga 3 soat qolgan paytda kuchayib ketdi juda ham va maydon qalin qor bilan qoplanib ketgan ekan. Va bilan texnikalar kech keldimi, shu traktorcha, kichkina traktor bilan tozalandi. Ya'ni unaqa force major ham bo'ldi. Ochig'i bilmayman kim aybdor, kim nimaga ustini yopmadi, nimaga kech boshlandi. Endi uni Podogrev bormikan? Bor, menimcha endi Paxtakor stadioni podogrev bo'lmasa endi bilmadim endi. Yaqinda o'zi chim almashtirildi, to'g'rimi? Chim mana hozir rekonstruksiya qilindi, o'tgan yil o'ynamadi va adashmasam podogrev bo'lishi kerak. Ya'ni bilmadim endi. Har holda chim tegi bilan almashtirildi. Lekin hozir ham o'yinning oxiriga kelganda ko'rish mumkin edi. Ancha maydonning katta qismi yaxlab qolgan edi. Ko'rindi bu. Endi men televizordan to'g'risi yaxlaganimcha televizordan o'sha ko'rindi-da, yaxlagani. Xullas, Navbahor haqiqatan ko'pchilik uchun kutilmaganda Paxtakorni yutib ketdi. O'zi bu statistika ham aytib turibdi, 31 yillik tanaffusdan so'ng 34 yil kutdik deydi, to'g'ri Fazliyev, shunga o'xshab. O'sha bittagina zarba bo'ldi, Paxtakor tomonidan bittagina zarba bo'libdi. Aniq-a? Aniq zarba. Agar aniq zarba, ha. Turdimurodovga ham darvoza ustuniga tegdi-yu. Ustuni ham hisoblanmaydi, aniq zarba. Ya'ni offside bo'ldi u. Offside-mi? Unda umuman hisoblanmaydi. O'sha u ham standart vaziyatda oshirganda to'p yelkasi bilan bosh bilan nima qilib yubordi, Yusuf qaytarib qolib ushlab qoldi. O'sha vaziyatida. Navbahor haqli ravishda g'alaba qozondi. Bu yerda endi masalan o'yin bo'yicha zo'r o'ynadi Navbahor bugun. Eng qizig'i safardagi ikkita o'yinni yutdi, Samarqandda va Toshkentda Paxtakorni va o'z maydonida deb aytilgan nominal mezbon sifatida Bunyodkorgami yutqizib qo'ydi. O'z maydoni, ya'ni Olimpiya stadionida bo'ldi, lekin yutqizib qo'ydi. Buxoroga yutqizdi. Buxoro qiziq, mana ikkita o'yinda ikkita g'alaba qozongan 6 ochko bilan. Ertaga masalan yutadigan bo'lsa, yana ochkolar 9 ga ketishi mumkin jamoani. Bugungi halidan to'xtalamiz. Xorazm bilan 9 ochko bo'ladi hozir. Yaxshi imkoniyat bor. Yaxshigina imkoniyat bor. Neftchi yagona o'sha peshqadam 3 ta o'yinda 3 tadan gol uryapti. Anara davom etyapti. Chanchadan bir unaqa start ko'rmagandik. 3 ta o'yinda 3 ta gol, 0 gol o'ynash. Bitta an'anani bilaman, Buxoro jamoasi marhum yaqindagina vafot etdi. Muhsin Muhammadiyev boshchiligida adashmasam ketma-ket 3 tami, aniq 2 ta edi, 3 tami bilmayman. Aniq 2 ta o'yinda 0-3 o'tkazib boshlagandida, Xayrli Xoliqov o'shanda savol bergandilar. Jamoa 2 ta o'yinda 3-0 o'tkazsa nima deyish mumkin desa, Antiqa javob bergandilar, to'g'risi aniq eslolmayman, lekin shu savol berganlar esimda. Ya'ni 0-3 o'tkazgan jamoa bosh murabbiy nima deyish mumkin deganda, nimadir Antiqa javob berganlar. Mana statistikasi chiqdi, 14 ta zarba Navbahorda, Paxtakorda 3 ta zarba. Anig'i 3 taga bitta, 3 tadan ikkitasi gol bo'lyapti Navbahorda. 60 ga qarab faqat to'plar nazorati, burchak 5 kuch Paxtakor, offside 4-2. Shu zarbalar o'zi ham aytib turibdiki, bugun Navbahor haqli ravishda g'alaba qozondi. Biz ikkinchi turdagi, birinchi turdagi, endi birinchi turda mayli-ku, ikkinchi turdagi Paxtakorni ko'rmadik bugun uchrashuvda. Endi ko'ramiz o'yindan keyin qanday fikrlar yangraydi. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Xo'p. Navbahor muxlislarini tabriklaymiz. Agar bizni tomosha qilishayotgan bo'lsa, ajoyib g'alaba. Timur Kapadze o'z so'zini ayta boshlayapti, o'zi yangi jamoasida va bo'yni azul aytgandek, Navbahor oldiga hech qanday vazifa qo'yilmagan, Paxtakorda vazifa bor. Bu albatta chempionlik. Har safar Paxtakor qanday holat bo'lsa ham, Paxtakor oldiga faqat chempionlik vazifasi qo'yilib kelgan. Bu yil ham albatta shunday bo'ladi, chunki tarkib juda ham kuchli. Bu narsani matbuot anjumanida bugun Samvel Babayan ham aytib o'tdi. G'alati, o'tgan safargisda Qizilqum bilan o'yinda boshqacharoq fikr bildirilganda, hozir boshqacha. Bu yana kelamiz yana.